56 yoshli ayol ofisga kelibdi. Demak, unda progressiv ravishda vazn yig'ish charchoq bor ekan 4 oy davomida. Bu patsient og'ir yuklarni ko'tarishga qiynalar ekan. Zinapoydan chiqishga ham qiynalar ekan. Bu patsientda bronxial astma bor. U ingalyatsiyalovchi kortikosteroid va beta 2 agonistlaridan foydalanadi. Oilasida kolon kanser bor. Yo'g'onchakda o'sma, qon bosimi 160 ga 90, puls 80 ta. Ekzamenda simmetrik ikki tomonlama, demak simmetrik proksimal mushaklar zaifligi oyoqlari va qo'llarida. Ochiq holatda glyukoza 135, 24 soatlik peshobdagi kortizol miqdori oshgan. Bu patsiyentda ko'rsatdiki, deksametazon yuqori dozada deksametazon berganda serum kortizolni kamaytiribdi. AKTG esa normani yuqori chegarasida. Which is the following of patient? Patient symptom nima bo'lyapti bu patsient? Qani? Ochlikda glyukoz necha chiqish kerak normada? 126. Bu 135. Demak, ko'tarilgan. Yurinda kortizol miqdori oshibdi. Kortizol miqdori oshsa bu nima bo'lishi mumkin? Sevinch eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Kortizol miqdori oshsa qaysi kasallik bo'lishi mumkin? Kortizol miqdori oshsa qaysi kasallik? Adrenal bo'lmaydimi? Cushing kasallik bor deyapmiz-da. Cushing disease bor, Cushing sindromi bor. Hozir bizda kortizol miqdori ko'pmi? Bu sindrom hozircha. Kasallikda o'zi ham bo'lishi mumkin. Endi buni aniqlashimiz kerak. Bizda anaqa tablitsa bor edi-yu, aniqlash. Bu kasallikmi yoki sindrom? Esinglardami? Endi mana deksametazon yuqori dozada berilganda kortizol miqdorini kamaytiribdi. Ko'p bo'lsa kasallik, kam bo'lsa sindrom. Demak, miqdorini kamaytirgan bo'lsa, o'zi mana birinchi nima qilardik birinchi? Jadvalda eslasak, bizda anaqa ko'p, kortizol miqdori ko'p. Birinchi bu anaqadami? Buyrak usti bezidami yoki miyadami? Shuni aniqlab olish kerak-da. Uning uchun ozgina dozada biz deksametazon berardik. Ozgina dozada deksametazon berganimizda agar kortizol miqdori tushsa, bu nima bo'ladi? Sindrom bo'ladi, sinovdan hujjatlari, buyrakdagi o'smalar kuzatiladi. Agar deksametazon bersak, tushadigan bo'lsa, sindrom? Shunaqa deb yozganmiz. Bo'lsa kasallik bo'ladi, kam bo'lsa sindrom bo'ladi. Egzogendan bo'lib keyin deksametazon AKTGni kamaytiradi. AKTGni kamaytiradi. AKTG kamaygandan keyin kortizol ham kamayadi. Bu kamaysa, bu anaqada bo'ladi. Tepada bo'ladi muammo. Kasallik bo'ladi. Agar biz deksametazon berdikda kortizol miqdori oshib turaverdi. AKTG kamaysa ham, AKTG miqdorini kamaytirsa ham, buyrak usti bezi o'zidan kortizol ishlab chiqarilaveradi. Bu sindrom. Ya'ni buyrak usti bezining o'zida. Endi biz yuqori dozada beramiz, qachonki qayerda joylashgan? Ekzogenmi yoki endigi anaqa
tepada joylashganmi yoki boshqa joyda joylashganmi? Qo'shimcha ekstra deymiz. Ekstra joylashganmi? Anoda bordi-yu, renal cell karsinoma bo'lishi mumkin, small cell lung cancer bo'lishi mumkin. Endi qaysi biri deksametazonga javob beradi? Qaysi biri? Qaysi biri? Miyadagisimi yoki ekzogen joylashganimi? Ya'ni negativ feedbackni hosil qila oladi. Qo'shimchasida smallardagimi? Siz nima deb o'ylaysiz, Sevinch? Ta'sir beradi. Qaysi biri anaqa negativ feedbackni hosil qiladi? Miyadagida unga qayta ta'sir demoqchimisiz? Ha, qaytar aloqa, negativ qaytar aloqa. Miyadagi, chunki miyadagi u negativ feedbackni ta'sir negativ feedbackni anaqa qiladi, tan oladi. Negativ feedbackga javob bera oladi. Mana o'z buyrakda yoki o'pkadagilar ular negativ feedbackni qabul qilmaydi. Chunki miyadagi moslashgan shu narsaga, negativ feedbackga moslashgan. Endi bizda hozir demak bu nima deykan? Deksametazonga nisbatan kortizol miqdori kamaygan bo'lsa, oshganiga nisbatan kamaydi deyapmiz. Ha. Demak, negativ feedback bo'ldi-da. Negativ feedback bo'ldi. Demak bu nima? Adrenalin nimadirda? Qaysi biri? Sevinch siz uchun. Men ana small lung cancer bo'lmaydimi? Siz nima o'ylaysiz? Men bundan bittasini olgim kelyapti, lekin farqlash hech narsa bermagan. AKTga normani anaqasida, yuqori chegarasida. Agar Cushing kasalligi bo'lsa, ana pituitary adenoma ham bo'lishi mumkin. AKTga related peptid bordi-yu, to'g'rimi? Demak, qaranglar. AKTga normani chegarasi deyapti. Voy, yuqori normada deyapti. Lekin normani yuqori chegarasi. Deksametazon serum kortizolni kamaytirdi. Xo'p, agar bizda bu sindrom bo'lganda, buyrak usti bezini o'zida bo'lganda, kortizol miqdori oshishi kerak edi. AKTga miqdori nima qilish kerak? Kamayish kerak edi. Negativ feedback orqali. To'g'rimi? Bu normani yuqori chegarasi, demak buni ola olmaymiz. Adrenal karsinoma bu yomon sifatli o'sma. Ekzogen glyukokortikoid bersak, ekzogen tashqaridan bersak, o'zimizdagi kortizol miqdori qanday o'zgaradi? Tushib ketadi. AKTga miqdori ko'tariladi. bu ham tushib ketadi. Chunki glyukoza bor, glyukokortikoid bor, qonda ekzogen qabul qilyapmiz-ku. Da, bunga nisbatan. Pituitary adenoma bo'lsa, agar anaqani o'zida bo'lsa, pituitaryni o'zida ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, AKTga yuqori bo'ladi. High dozada bersak biz deksametazon, unga javoban negativ feedbackni amalga oshira oladi. Kortizol miqdorini kamaytira oladi. Agar u o'pkada bo'lsa, bu negativ feedbackni ta'sir qilmaydi. Menimcha shu pituitary adenoma bo'lsa kerak. Da. Ko'rinyaptimi sizga? Ha, ko'rinyapti. Mana AKTG diagnosing of Cushing syndrome. AKTG miqdori suppressiya bo'lsa, bu adrenal adenoma, adrenal malignancy, ekzogen glyukokortikoid bergan. Adrenal adenomada demak Cushing sindromi, adrenal medulla o'zidan kortizol ishlab chiqaryapti. Kortizol qonda miqdori ko'p, shuning uchun AKTGni kamaytiryapti. Sindrom bo'lish uchun o'sha buyrak usti bezida nima bo'lishi kerakmi? Buyrak usti bezida o'zida, buyrak usti bezini o'zida. Ekzogen glyukokortikoid berdik. Qonda glyukokortikoid miqdori ko'p, bu ham AKTga negativ ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun AKTga miqdori kam. Endi AKTga yoki ko'tarilgan
Agar biza ekzogen glikokortikoidlar berganimizda normal bo'lmasdida kamroq bo'lishi kerak edi. Nimani miqdori? AKTgni Miqdori AKTgni miqdori kam bo'lishi kerak. Chunki qonda kortizol ko'p-ku. Kortizol ko'pligi endi bizning AKTga ishlab chiqarilmaydi. Shuni hisobiga kam bo'lishi kerak. Endi AKTga,